Eski kalendar bo'yicha bugun Koreyada Yangi yil. Yangi yilni birinchi kunidan boshlab koreyslar tokkuk degan sho'rvani ichishadi. Bu sho'rva esa guruchli xamirdan tayyorlanadi. Yangi yilni birinchi kuni обязательно tokkuk sho'rvasini ichish kerak deb o'ylashadi. Chunki o'sha sho'rvani ichsagina bir yoshga yana kattaradi deb o'ylashadi. O'tgan yili xuddi shu kuni men bilan qaynukam qaynonamga salom berib, 50 mingdan pul olgandik. Bu yili qaynukam yo'qligi uchun men bilan o'g'lim salom berib, 50 mingdan yana pul oldik. O'tgan yili shu kuni qaynonamning opalari chiqmagandilar. Menimcha pul bergilari kelmagan bo'lsalar kerak. Sovuni birinchi marta egilib salom berishligi uchun uyimizga bugun mehmon bo'lib chiqdilar. Sovuq shunaqa egilib salom beradi, judayam xursand bo'ldilar. Qaynonam opalari sovuni ko'rganimda har safar shunaqa pul bergim keladi, shuning uchun uylarga kam chiqaman deb kulishdilar. Koreyaning ko'chalarida ham katta yoshdagilar yosh bolachalarga pul berishi oddiy holat.